Avval aytganimizdek, o'tdagi toshning tushishligi bu bor, haqiqat. Juda ko'p odamlar buning isbotini ko'rgan. Bizning o'sha kommentariyalar, videolar tagida kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, o'tdagi toshning tushganligi haqida juda ham ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Endi agar o'tdagi toshni tushirish haqida o'ylasangiz, uni haqiqatan ham realni ko'raman desangiz, marhamat Kattaqo'rg'onga boring. Ochlik bilan davolash bor. O'sha yerda o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. U yerda minglab odamlar bir vaqtning o'zida davolanib, o't toshidan xalos bo'lmoqda. Bu sizga bitta misol. Endi o'tdagi tosh asosan o'sha 3 xil bo'ladigan bo'lsa, o'tdagi toshning asosiy o'sha kalsiyligi tushmaydi deyiladi. O'tdagi toshning ikkita holatdagisi bemalol tushishi mumkin, lekin asosiysi tushmaydi. Uni baribir operatsiya qilish deb aytuvchilar bor. Ammo siz bilingki, o'tdagi tosh faqatgina ovqatlar evaziga paydo bo'lib qolmaydi. U o'ta kuchli stress, o'ta kuchli asabiylik, g'azab, nafrat, hasad, birovlarga bo'ladigan yomon fikrlar, negativ fikrlar evaziga ham o'tda tosh paydo bo'lishi bu isbotlangan. Endi o'sha o'tdagi toshni har xil yomon negativ fikrliklarda, o'sha hasad, umuman yomon xarakterdagi bo'ladigan odamlar o'zlarini o'zgartirsa, ya'ni yaxshi odamga aylansa, ichidan o'sha ichi qoralikdan qutulsa, o'tdagi toshdan bemalol har qanday holatda qutulib ketish mumkin. Hech qanday dori darmonsiz ham qutulish mumkin, 100% mumkin. Endi agar siz o'tdagi toshni giyohlar ichmasdan, hech qanaqa dori darmonlarsiz qutulaman desangiz, Mirzakarim Norbekovning kurslariga boring. U kishi sizlarga qanday qilib o'tdagi toshdan 100% o'sha tug'ilgan paytidagidek qilib top-toza qilib qutulib qo'yishlikni shunchaki o'zlarining kurslarida o'rgatib, bemalol sizlarga yordam bera oladi. O'tdagi toshni qutulishning usullari juda ham ko'p, faqat buni siz xohlashingiz kerak. Sog' bo'linglar.